Toshkent Astana, Astana Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobusimiz посадкаga qo'yilgan. Astana shahri Saparjay avtovokzalidan прямой Toshkent Sobir Rahimov avtovokzaliga spalniy avtobuslarimiz mavjud. Mana bu avtobuslarimiz reysli hisoblanib, avtobus to'lsa, to'lmasa chiqib ketaveradi. Bitta odamdan ham, 100 ta odamdan ham, 10 ta odamdan ham chiqib ketaveradi. Bemalol telefon qilib mestor zanit qilishinglar mumkin. Hamma klientlarimiz bilet bilan o'tiradi. Bilet olib bir tekis joy-joyiga xudo xolasa ketadi. Ketadigan vaqtimiz 18:00 da chiqib ketamiz. Hozir avtobusimizni ichki holatlarini bir ko'rsatib o'tamiz. Ya bismillah. Ana avtobusimizning ichki holatlari spalniy avtobus. Yurish vaqtimiz 22-24 soatda Toshkent Sobir Rahimov avtovokzaliga yetib boramiz. Bemalol telefon qilib joy qilishinglar mumkin. Ketadigan joyimiz Saparjay avtovokzalidan Sobir Rahimov avtovokzaliga прямой reys avtobus har bir mestalarimizda garajimiz bor.